Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 17-fevral. Bugun mana bir xonadondamiz. Bog'a yaratgan ekan. Bu joyda mana qatorasiga aralash, o'rik, shaftoli, gilos, olma hamma mevadan ekkan ekan. Har bitta mevani qanday kesish, shakl berish, tarbiya qilish jarayonlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yoqda bodomlarimiz. Bodomlardan sifatli hosil olish uchun nima qilish kerak? Yoshini o'tkazib yubormasdan yoshligidan kerakli shakllarga erishish kerak birinchi o'rinda. Bo'lmasam mana oddiy olaylik, mayda katta bodomimiz bor. Bitta mana shunga o'xshab yoshligidan shakllantirilmagan, bir marta, ikki marta kesilgan, 3 marta. Mevalar tevachib ketgan mana. 4-5 metr pastda hech nima yo'q. Mana shunday ahvolga kelib qoladi. Zichlik o'shanday qolgan, zichliklar olinmagan. Bu shoxlar bodomlarimiz ham har holda vaqtida yetib qolibdi. Endi ham bo'lsa qaytaryapmiz. Buni ertaroq olish kerak bo'lgan shoxlarni olganmiz. Yoshroqida olish kerak edi, 1-2 yil oldin. Ichkariga ketgan mana. Ichkariga ketganlardan olinmagan. Ertaroq shakllantirish kerak edi. Mana bu ham o'sha tevaga qarab o'sib ketayotgan darajaga o'tib ketib qolgan chegaraga. Mana endi ham bo'lsa ichki shoxlarni qaytarib, yonboshqa shoxlatish. Mana kurtatib tashqariga qo'yib ketsak, shundan tashqariga shoxlaydi. Mana har bitta shoxlarda mana uchidan olib qo'yiladi. Shunda shox beradi yonboshqa. Xo'p, keyingi navbatdagi mana ko'chatimiz qanday ahvolda? Hozir oladigan shoxlarimizni ko'rsatib o'tay. Mana zichlik, buni olib tashlash kerak. Mana zichlik ko'ryapsizlar. Oshiqcha mana bu. Mana oshiqcha zichlik aylab qo'ygan. Mana olinadigan shox sizlarga ko'rsatib o'tay. Mana edi mana zichlik. Bir qarashda ichida oshiqcha mayda mana aylab yotibdi. Ichkariga zichlik qancha? Hozir pauzaga qo'yib katta shoxlarda olamiz, ko'rinib qoladi. Keyin davom etamiz. Xo'p, mana do'stlar, katta qajda oladiganlarni oldik. Ichkariga ketib o'sib ketganlar. Mayda bor edi. Bu yerda. Endi qolganlarni kichkina qajda eplaymiz. Boshqa shoxlash davom etadi bu. Bu gul kurtalarga bu yil uchib qolmaymiz ularda. Gullaydi, bodom olamiz deb. Ularni belgilab shakllantirish kerak. Ular hozir 30%, 15% olishi mumkin bodom. Lekin keyin yillab shaklni yo'qotamiz. 1-2 yilga shuning uchun biz patera qilsak ham shakllarni joylantirib olishimiz kerak, shaklga keltirib. Ayli shox qo'yilmaydi hech qachon. Juda ayli bo'lsa. Mana bormi, u ham kerak emas.
Hop, o'rtaga ketyapti bitta. Pastda ham bor ekan o'rtaga ketadigan. Hadi uchun olib qo'yamiz, o'sish uchun. Kesmasangiz shoxlamaydi, kessangiz undan keyin shox chiqaradi ekan. Yoshak ko'payadi. Shuni Troychi qana bo'lar ekan. Shundan. Ular boqayotadi. Bu ham boshqacha. Hozir yoshligida zich ko'ring, ochiq ko'ringan bilan katta bo'lganda shoxlar yo'g'irlashgandan keyin yaqin bo'lgani bilinib qoladi. Tasavvur qilish kerak. Keyin 5-6 yilga shox holatini. Mana shoxlaydi mana yoqqa, shuning uchun uni aptarsa shu ochiladi. Bu bel уже o'sib oladi joyiga kelib. Mayda shoxlar qolaveradi. Tashqaridagilar hosil beradi bular. Ana asosan ko'rinishi normaga keldi. Xo'p. Yarimta o'rtaga ketsa ziyon yo'q, mana o'rtaga ketyapti. Ikkita qolib ketganlarni keyingi kesishda ham olinaveradi. Keyingilar ham kesiladi bular hali. Yangi chiqqan so'ruvchilarni. Hozircha mana bodam ko'chatimiz bo'yicha ko'rsatmaymiz. Hop, yoqqa o'tganda keyin shaftoli, gilozlarni ko'rsatamiz. Mana bu ham hozir yetkazib qo'yamiz bodamimizni. Bodam bo'yicha bugungi mavzuimiz. Davom etamiz, kuzatasizlar. Bu videolarimiz YouTube'ga ham qo'yiladi. Telegram kanal, Telegram gruppalarimiz bor.